Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kombinerlangan oral kontraseptivlar deymiz. Ya'ni gormon tutuvchi tabletkalarimiz. Bu ko'pgina maqsadda beriladi ayollarga. Bu birinchi o'rinda kontrasepsiya maqsadida, ya'ni istalmagan homiladorlikni saqlash maqsadida. Va ikkinchi eng ko'p ishlatadigan sabablarimizdan, maqsadlarimizdan biri bu albatta turli xil gormonal buzilishlar bilan boruvchi kasalliklar, bepushtliklar. Mana shu holatlarda bu tabletkalardan foydalanamiz. Ya'ni kombinerlangan oral kontraseptivlar yoki toza progestin tutuvchi tabletkalardan foydalanishimiz mumkin va asosiy qo'yadigan talablardan biri bu kunda bir vaqtda ichish. Shuning uchun ham doktor tavsiya qilgan paytda soatini ko'rsatib qo'yadi va albatta shu soatda ichish kerak bo'ladi. Sababi kontrasepsiya maqsadida ham yoki davolanish maqsadida ham qonda gormonni ma'lum konsentratsiyasini ushlab turish kerak bo'ladi. Bugun bu videoda mabodo shu soatni o'zgartirish mumkinmi yo'qmi, esingizdan chiqib qolsa nima qilish kerak yoki qancha vaqtgacha farq qilsa bo'ladi, farq qilishi mumkin. Mana shu narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Agar sizda ham esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, keyinchalik nima qilgansiz, bu holatda nima zarari bo'lgan, mana shular haqida sharhlarda yozib qo'ysangiz bitta ma'lumot bo'lib qolardi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Yuqorida aytib o'tdim, kombinerlangan oral kontraseptivlar yoki toza progestin tutuvchi kontraseptivlardan asosiy foydalanishdan maqsadimiz bu kontrasepsiya, ya'ni istalmagan homiladorlikni oldini olish maqsadida ishlatamiz va bundan tashqari ko'pgina ginekologik kasalliklarda, xususan gormonlarda buzilishi bilan boruvchi endometrioz deymiz, adenomioz deymiz, polikistoz deymiz, bu kabi kasalliklarda yoki hayz buzilishlarida hayz qonni to'xtatish maqsadida yoki klimaks vaqtida o'sha qizishlar boshqa bo'ladi, yo'qotish maqsadida mana shu tabletkalardan foydalanamiz. Va buni bir vaqtda ichishda asosiy sababi qonda yetarli konsentratsiyani doimiy birday saqlashdan iborat. Ya'ni kontrasepsiya maqsadida bo'ladigan bo'lsa, o'sha birday saqlaydigan bo'lsak, ovulyatsiyani bosadi. Ya'ni tuxumni follikul yetilib olishini bosadi. Bundan tashqari implantatsion oyna deymiz. Hosil bo'lgan homilani bachadonga kelib yopish vaqti bo'ladi. Mana shu vaqtni o'zgartiradi va shu sababli ham bundan tashqari bachadon bo'yini shillig'ini quyuqlashtiradi, ya'ni spermatozoidni bachadon ichiga o'tkazib olishini, o'tib ketishini oldini oladi, ya'ni kamaytiradi o'tadigan spermatozoidlarni. Shu sabablar bilan, ya'ni shunaqa o'zgarishlar bilan istalmagan homiladorlikdan saqlaydi, ya'ni 2-3 ta zvenoda ta'sir qiladi. Buning uchun bizda qonda ma'lum konsentratsiyada bo'lishi kerak bu dori vositalari. Agar bu dori vositalari ma'lum konsentratsiyada bo'ladigan bo'lsa, bu bosh miyani ichidagi gipofiz degan joyimiz FSG, LG degan gormonlarni ishlab chiqarishni kamaytiradi. Kamaytirgandan keyin tuxumdonda follikul o'smaydi. Mana shuning uchun ham haligi doim bir xil vaqtda ichish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari gormonal buzilish bilan boradigan kasalliklarda ham xuddi shu narsa talab qilinadi, ya'ni konsentratsiyasini doim bitta konsentratsiyada ushlash, ya'ni miqdorini doim birday ushlash. Shuning uchun ham doim bitta vaqtda ichish tavsiya etiladi. Shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, shunaqa koklar yozib beradigan bo'lsak, kombinerlangan kontraseptiv yozib beradigan bo'lsak, kimdir o'sha bemorlar, tanishlari yoki dorixonada kimdir yoki boshqa doktorlar bu dori vositalari homiladorlikdan saqlash uchun beriladi, sen homilador bo'lishga harakat qilib yuribsan, noto'g'ri bergan degan noto'g'ri ma'lumot berib qo'yadi. Aslida bunday emas. To'g'ri, bu dorilarning eng asosiy birlamchi maqsadi istalmagan homiladorlikni saqlash, lekin gormonal buzilish bilan borayotgan kasalliklar ham hammasi shu dori vositalari yordamida davolanadi. Shuning uchun shifokoringiz sizga shunaqa dori vositani tavsiya qildimi, demak aytilgan vaqtda, aytilgan miqdorda olish kerak bo'ladi. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, ba'zan shunaqa holat bo'ladiki, ayollarning esidan chiqib qolishi mumkin. Ma'lum vaqtdan keyin esiga tushib qoladi. Deylik 10-15 minutdan keyin, 1 soat, 2 soatdan keyin yoki ertasi kuni esiga tushib qoladi-da, endi nima qilsam ekan degan savol aylanadi miyasida. Ya'ni esdan chiqqan tabletkani nima qilish mumkin, davom ettirish uchun nima qilish mumkin? Umuman esdan chiqib qoladigan bo'lsa, nima yomonliklar bo'ladi?
tabletkalar odatda koklar, ya'ni kombinirlangan oral kontraseptivlarda esdan chiqib qoladigan bo'lsa, qisqa vaqtga 2 soat, 3 soat yoki umuman 12 soatgacha esdan chiqib qoladigan bo'lsa, bu aytarli jiddiy muammolarga sabab bo'lmaydi. Progestin tutuvchi tabletkalarning o'zi narkolod deymiz, laktinet deymiz, bu faqatgina progestin tutadi. Bu tabletkalarda esdan chiqib qolsa, mana shu vaqt qisqaroq, ya'ni homila bo'lib qolish ehtimolligi yoki gormonlarning konsentratsiyasining o'zgarish ehtimolligi nuqtai nazaridan vaqt qisqaroq. 2-3 soat ichida ichish kerak buni. Esingizga tushib qoldi 1 soat ichida siz faqat progestin ichasiz. Narkolodmi yoki mikrolid degani bo'lardi, laktinet bor. Esingizga tushib qoldimi 2-3 soat ichida ichadigan bo'lsangiz hech qanaqa zarar ta'siri yo'q. Hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Koklar endi Regulon, Regividon ko'p bular. Bular 12 soat ichida ichiladigan bo'lsa, hech qanaqa zarar ta'siri bo'lmaydi. Ya'ni oldingi ichgan dozangizni ta'siri sal uzoqroq bo'ladi. Keyingi 12 soatda ham bemalol qoplashi mumkin. Endi bir kun esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, kechqurun ichish esingizdan chiqib qoldida, ertasiga ertalab esingizga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha esdan chiqqan tabletkani esingizga tushgan zahoti ichish kerak. 1 sutkani ichida bo'layotgan bo'lsa, esingizga tushgan zahoti ichish kerak hamda navbatdagisini o'z vaqtida ichib ketaverasiz. Misol uchun, sizga har kuni kechqurun 8 da ichish kerak deb yozib bergan bo'lsa, siz esingizdan chiqib qoldida, ertalab 6, 7, 8 yoki 10 da esingizga tushib qolsa, o'sha bir kun oldin qolib ketgan tabletkani ichish kerak hamda kechqurun 8 da navbatdagi tabletkani ichib ketish kerak va bunda ortiqcha hech narsa talab qilinmaydi. Bu holatda homila bo'lib qolish ehtimoli kam. Endi 2 kun esdan chiqib qoladigan bo'lsa, o'zi asli bunaqa tabletkani esdan chiqarmaslik kerak. Endi 2 kun esdan chiqib qoladigan bo'lsa, bunda ham esdan chiqqan tabletkani ichiladi, bittasini ichiladi. Endi ikkitani birdan ichadigan bo'lsa, oshqozonga zarar ta'siri ko'p. Bittasini ichiladi, esga tushgan zahoti va keyingisini o'sha o'zini vaqtida ichib ketilaveradi. Hamda yaqin 7 kun davomida o'sha esga tushdi, ichishni boshlash yaqin 7 kun davomida homiladorlikdan saqlovchi boshqa usullardan foydalanib turish kerak bo'ladi. Ya'ni prezervativmi yoki umuman jinsiy aloqa qilmasligi ham mumkin yoki ekstrenniy kontrasepsiya deydi, ya'ni tezkor kontrasepsiya degan narsalar bor. Umuman boshqa usuldan 7 kun davomida foydalanib turish kerak bo'ladi. Ya'ni 2 kun orqama-ketma ichmaydigan bo'lsangiz, bunda homila bo'lib qolish ehtimoli yuqori. 1 kun ichmagan bo'lsangiz, unda juda past. Unda hech narsa qilmasa bo'ladi. 2 kun orqama-ketma ichmaydigan bo'lsangiz, endi homila bo'lib qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun qo'shimcha kontrasepsiyadan foydalanish kerak bo'ladi. O'zi yana bir marta aytib o'taman, umuman olganda esdan chiqarmaslik kerak. Sababini hozir tushuntiraman. Chunki bu dori vositalarini o'z vaqtida ichmaslik ayolning organizmida o'sha gormonlarning miqdorini o'zgarishi bilan bog'liq bir qancha o'zgarishlarga olib keladi. Bu birinchidan gormonning konsentratsiyasi o'zgarganligi sababli gormonning ta'siri bilinishi mumkin. Ya'ni bosh og'rishi, holsizlik, uyquchanlik kabi belgilar bo'lishi mumkin. Yomon asoratlardan yana bittasi qon ketib qolishi mumkin. Bu dorilar ta'sirida endometriy ham o'ziga xos o'zgarishlarga uchragan bo'lib turadi. Endometriy yaxshi o'smasligi mumkin. Tuxumnomda yoki siz endi qayerda to'xtagansiz bilmayman-ku. Ikkinchi yarmida esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, endometriy o'sib qolganda buni oqibatida progesteron yetishmasligi bo'lib, estrogen yetishmasligi bo'lib turib, qon ketib qolishi mumkin. Umuman toza ko'p miqdorda qon ham kelishi mumkin. Bundan tashqari jigarrang surkalmalar ham kelib yuradi. Umuman hayz buzilishining sababi ko'pincha mana shu gormonlar buzilishi. Agar siz ichib turgan gormoningizni yana buzadigan bo'lsangiz, bunda hayz buzilishi, ya'ni qon ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari esdan chiqib qolish ehtimolligi yana ham oshadi. Ya'ni kunda bir vaqtda o'z vaqtida ichmaydigan bo'lsangiz, keyingi keyingilarni ham esdan chiqib qolish ehtimolligi yana ham oshadi. Umuman ichmaslikda mana shunaqa yomon taraflari bor. Ya'ni qon ketib qolish ehtimolligi, gormonga nisbatan sezuvchanliklarning buzilishi va gormonlarning fluktuatsiyasi degan narsa bo'ladi. O'ynaydi gormonlar. Past baland bo'lib o'ynaydi. Asosiy klimaksning belgilari ham mana shu narsani ta'sirida yuzaga keladi. Fluktuatsiyaning hisobiga yuzaga keladi. Mana shu narsa yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ham
zarur bo'lsa budilnik qo'yish kerak, zarur bo'lsa bir joyga yozib qo'yish kerak. Umuman nimadir qilib turib, kunda bir vaqtda ichishga harakat qilish kerak. Va yana bir marta takrorlab o'taman, agar koklar bo'ladigan bo'lsa, kombinirlangan oral kontraseptivlar bo'layotgan bo'lsa, 12 soat ichida ichsa bo'laveradi. 8 ga deb yozgan bo'lsa, masalan 9 da 10 da ichsangiz ham bo'laveradi. Umuman 2-3 soat ichida 2-3 soat oralig'ida ichish kerak har doim, lekin 12 soat ichida ta'sirini saqlab qoladi va toza progestenli kontraseptivlar bo'layotgan bo'lsa, odatda bu emizikli ayollarga beriladi. Bunaqa bo'layotgan bo'lsa 2-3 soatdan kechiktirmasdan ichish kerak. Ikkalasini ham iloji boricha o'z vaqtida yoki imkon bo'lmasa 2-3 soatdan kechiktirmasdan ichish kerak. Koklarni 12 soat ichida ichsa bo'ladi. Va bitta tabletka sizdan chiqib qolgan bo'lsa, o'shani ichib turib navbatdagi davom ettirib ketasiz. Hech narsa kerak emas. Bittadan ortiq tabletka sizdan chiqadigan bo'lsa, davom ettirish bilan bir qatorda qo'shimcha kontrasepsiya vositalaridan foydalanish kerak bo'ladi. Bugun bu videoda aytadigan gaplar shulardan iborat. Sizda yana qanaqa savollar bo'lsa, odatdagidek sharhlarda qoldirsangiz bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.